Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz muxlislari. Bugungi videomiz grusniy video bo'ladi, achinarli video bo'ladi. Sizlar kutmagan video bo'ladi. Mana Apcenter ofisiga keldik, Krasnovarotaga. Eski ofisimiz, ofisni yopdik, xudo xolasa. Men hozir kelganim sababi uje doговорlarga qo'l qo'yib, hamma narsani orani ochiq qilgani keldim. Chiqib tepaga ko'ramiz, qay ahvolda ofis. Qanday edi, qanaqa bo'ldi, nima sababdan yopildi, qayerga ko'chdik, ko'chmadikmi yoki Apcenter yopilyaptimi? Hammasini videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zlaring guvohi bo'lasizlar. Tak что ketdik ichkariga. Hammasini ichkarida aytib beraman, ko'rsatib beraman. Ketdik. O'rtoq abituriyentlar va talabalar, biz kompaniya Apcenter 7 yil davomida O'rta Osiyo bitiruvchi bo'llari va Rossiyada ishlab kelayotgan bo'llarni Rossiya universitetlarida o'qishda va o'qishga kirish jarayonlarida yordam berib kelyapmiz. Bu o'ylayman sizlar uchun yangilik emas. Biz 2026-yilga grant asosida, byudjet asosida o'qishga kirishga qabullarni ochdik. Qabul muddatlari qabul 5-dekabrgacha davom etadi. Imtihon jarayonlari mart va aprel oylari bo'lib o'tadi. Siz o'qishni sentyabrdan boshlaysiz. Sizda hozir katta imkoniyat birinchilar qatorida o'zingizga 1 yil oldin byudjet joyini band qilib qo'yish. Agar siz Rossiyada grant asosida o'qimoqchi bo'lsangiz, hozir 11-sinf talabasi yoki 2-3 yil oldin maktabni tugatgan bo'lsangiz, sizda hozir katta imkoniyat. Qayerga murojaat qilishni bilasizlar? WhatsApp va Telegram raqamlarimiz opisaniyada qoldiramiz. Sizlar bilan Apcenterda ko'rishguncha. Eslaringda bo'lsa, 2023-yil mana shu ofisni olib, remont qilib, ko'chish jarayoni qanchaga tushdi, nima bo'ldi, hammasini ko'rsatgandim. Agar kim ko'rmagan bo'lsa, yuqorida silkasi chiqdi, qanchaga tushgani, ofisni hammasi ko'rsatilgan. Remont jarayoni, hammasi. Nima boshlansa bu hayotda boshlangan narsani oxiri bor. Nima yaxshi narsa bo'lsa, bilingki, qachondir shu narsani oxiri keladi. Xuddi shunday bizning ofisimizni, bizning joyimizni, bu yerdagi aytaylik, rizqimiz, bu yerdagi o'quvchilarimizni dars olishi, ishchilarimizni ishlashi, вообще syomkalar qilishimiz, mana shu yerda ish jarayonini olib borishimizni oxiri mana shu bugungi kunga kelgan ekan. Mana noyabr 10-sida turibmiz. Doговорlarga qo'llar qo'yildi. Biz aktlarni topshirdik, ofisni topshirdik egasiga, zamonlar almashdi. Biz o'zimiz narsalarimizni olib chiqib ketdik, uje hech nima почти qolmadi ofisda. Boshlangan 23-yildagi narsa 25 oxiriga kelib tugadi. 2 yildan oshiq shu ofisda bo'ldik. Apcenter yopildi. Afsuski. Endi bu yerda rahm qilish shart emas. Biz hozir bechorachani yo'q bo'lib, ibratli video olib, kartani qo'yib, aziz yurtdoshlar, ehson, yordam qilinglar, 5-10. Unaqa narsa bo'lmaydi, iloyim bo'lmasin. Biz faqat Allohdan so'raymiz, bandasidan emas. Поэтому bizni ofisimizni yopilish sababini endi sizlarga aytib o'taman. Перед этим покажу qanaqa ahvolda. Eslaringda bo'lsa, bu qanaqa joy edi, nimaga aylandi. Mana hozir gullarimizni olib ketamiz. Mana shu gullar meni o'zimni shaxsiy mulkim. Bu oynalar, remontlar qoladi. Kartinalarim, самое главное, eng muhimi bizni syomkaga kerakli bo'lgan narsalar. Mana bu kartinkam. Buni ko'plar biladi. Bilasizlar buni? Videolarni qanchasida mana shu kartinalar bo'lgan. Mana shu ikkita kartina legendarniy kartina. Mana shu ikkovi, Hozir buni bagajnikka, mashinaga solib olib ketaman. Mana shu ikkovi legendarniy kartinalar. Agar xudo xolasa yangi ofisda joy topsam, osib qo'yaman. Bo'lmasa, uyga olib ketib, uyda dachamda besedkaga osib qo'yaman, xudo xolasa. Bu kartinalar uyga ketadi.
Kartinalar bilan gullarni olib ketaman, bo'ldi. Qolgani shunday qoladi. Bitta uborkacha qilamiz, tamom. Bir oyga 250 ming oylik arenda to'lardim, 1 yilga 3 million rubl. 1 yilga 3 million rubl chisto ofis arendasiga. Undan tashqari parkovkaga joyga pul to'lardim, охранаga pul to'lardim, internetga pul to'lardim, уборщицаga pul to'lardim. Bu ofis bir oyga 400-420 ming rublga tushardi menga. 1 yilga endi o'zingiz hisoblab ko'raylik. 1 yilga 4 million 800 qarib pul ketardi bu ofisga. Da, bu yerda internet ham qimmat, chunki biz firmaning nomiga internet to'laganmiz. Agar odamning nomiga internet to'lasangiz 2000 3000. Firmaning nomiga internet torttirsangiz, kompyuterlar ko'p, Wi-Fi'lar ko'p, sababi katta internet kerak edi bu yoqqa. Biz internetga ham kamida 30 mingdan oshiq pul to'lardik. Bitta internetni o'zi bizga 1 yilga 360 ming rublga tushardi. Endi hozirgi kunda Apcenter boshqa manzilga ko'chdi. Boshqa ofis A klass deyiladi. A klass ofisga ko'chib o'tdik. Nima degani A klass? Agar internetda o'qib chiqsangiz, ofislarning ham sinflari bor, ofislarning klasslari bor. A klass, B klass, C klass, D klass. Bu ofis 5-qavatda edi. Biz hozir ko'chgan ofisimiz 1-qavatda. Bu ofisga 400 ming pul ketardi. Biz hozir ko'chgan ofisimizga 150 ming pul ketadi. Bu ofisda internetga отдельно to'lardik. Biz ko'chib o'tgan ofisda internetga pul to'lanmaydi. Bu ofisda parkovkaga pul to'lardik. Biz ko'chib o'tgan ofisda parkovkaga pul to'lanmaydi. 420 ming qaytdi-yu, 150 ming qaytdi. Sezyapsizmi farqini? Hozir ko'chgan ofisimizda уборщица, internet, parkovka mutlaq bepul. Plus ofisning narxi ancha arzon. Eng muhimi, ko'ryapsiz, semirib ketganman oxirgi paytlar qarib 100 kilo. Mana bu tog'acha bo'lib qoldim. Ha, nичего страшного. Tashlaymiz. No, zato 5-qavatga qilib 5-qavatga chiqib kelish shart emas. Hozirgi ofisimiz 1-qavatda. Ofisi, yangi ofisi obzorini keyinroq ko'rsataman. U ofis uyimdan, o'zimni yashaydigan uyimdan 32 minut yuraman. 32 minutda ofisda bo'laman. Bu ofisda esa 1 soatda 40 minut sarflardim. Har kun 1 soat 40 minut bir tarafga kelardim, ishlardik, 1 soat 40 minut qaytib ketardik. Bir kunga 3 soat vaqt yo'lga ketardi. Hozir esa bir kunda 1 soat vaqt yo'lga ketadi. Buni endi ruschasiga qilayotganda optimizatsiya deydi. Optimizatsiya pul tomonidan, optimizatsiyaning ma'nosi qisqartirish, o'zlashtirish va mukammallashtirish. Biz yangi ofisga ko'chib, vaqt yo'lga kam sarflaymiz. Pul arendaga kam sarflaymiz. 5-qavatga ko'tarilmaymiz. Plus yangi ofisimiz bundan-da chiroyli, bundan-da shinam, bundan-da qimmat tuzilishga ega. Так что kommentariyada fikrlaringni qoldiringlar aziz yurtdoshlar. To'g'ri qaror qabul qildimmi, yo'qmi, tushuntirib bera oldimmi, yo'qmi? Endingi navbat yangi ofisi kichkinagina obzorini ko'rish. Mana hozir video chiqadi, ko'rasizlar. Ko'rdilaring yangi ofisni ham obzorini. Men o'ylayman, sizlar bizni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar. Biz Apcenter o'syapmiz, kengayapmiz. Kalla bilan ish olib borish yo'lini o'rganyapmiz. No, pastga ketganimiz yo'q. Biling, обязательно biling. Потому что biz Tojikistondagi katta maktablar bilan kontraktlar tuzdik, kollejlar bilan, O'zbekistondan. Bizda endi hozir imенно ishchilarimiz, сотрудникlarimiz butun O'rta Osiyoda yuribdi. 10 ta odam ofisda o'tirsa, 10 ta odam O'zbekiston, Tojikistonda yashab, shu yerdan ishlab, bizga odam jo'natyapti. Shuning uchun ham bizga Apcenterga yanada ham kattaroq joy kerak. Biz hozir ko'chib o'tgan joyimizda, yon belimizda juda katta joylar ko'p. Biz keyinchalik yerda sezon paytida kengayib, qo'shni kabinetlarni olib, yana ham bir katta kompaniyaga aylanib ketish ehtimoli u yerda ko'proq. Apcenter kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlashda davom eting. Agar kimga mana shu tashab ketgan ofisimiz qiziq bo'lsa, narx-navosi, lokatsiyasi yoki aytaylik, ichkaridagi bitta shinamlik to'g'ri kelsa, ofisni kontaktini meni Telegramga yozsanglar, men beraman. Bu yerdagi odamlar bilan munosabatimiz yaxshi. Yaxshilikcha ketdik. Поэтому bu ofis раскручен. Ko'p musofirlar
bu ofisdan xizmat olgan, bu yerni biladi, kelishgan. Shuning uchun agar kim biznesmenlar shu ofisga qiziqsa, marhamat kelinglar, olinglar, ishlatinglar. Barakalli joy. Agar aqlingiz, pulingiz, kuchingiz yetsa, ishingizni olib bora olsangiz, baraka topasiz. Men baraka topdim, men dalsh ketdim. Siz ham o'zingizni barakangizni izlab ko'ring. Rahmat aziz yurtdoshlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.